va ushbu qoidalarga amal qilsangiz sizning dazmolingiz uzoq yil xizmat qilib beradi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugun sizlar bilan kundalik ish hayotimizda eng ko'p ishlatadigan dazmolni 4 ta oltin qoidasini aytib o'taman. Va birinchisi ushbu dazmolga quyiladigan suv. Ushbu quyiladigan suvni albatta e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni grantdan to'g'ridan-to'g'ri quymasligimiz kerak. Sababi agar grantdan to'g'ridan-to'g'ri quysangiz, bunga mana bu yerda teshiklari bor, to'lib qoladi. Ya'ni vaqt o'tgan sari bu ichidagi suv tarkibidagi zarralar, qumlar, ohaklar shu teshiklarni yopib qo'yadi va sizga noqulayliklarni keltirib chiqadi. Va albatta bunda distillangan yoki tozalangan suvni ishlatishga maslahat beramiz. Va ikkinchisi, eng asosiy qoidalardan biri, buni ishlatishdan oldin avvalambor mana bu gradusini minimalni, ya'ni eng oxiriga, ya'ni o'chirib olish kerak. Minimalligiga qo'yib olishimiz kerak. So'ng to'kka suqishimiz kerak. Va to'kka suqqanimizdan keyingina mana o'zimiz xohlagan haroratga qo'yishimiz mumkin. Va uchinchisi bo'lsa, albatta xuddi shuni teskarisi ishlatib bo'lganimizdan so'ng albatta yana buni o'chirib to'kdan uzishimiz kerak. Va to'rtinchi asosiy qoidamiz bu, to'rtinchi qoidaning почти 80-90% odam qilmaydi. Buni nima bu desiz? Bu o'zini o'zi tozalash funksiyasi. Mana self clean deb qo'yadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Self clean ya'ni o'zini o'zi tozalash funksiyasi. Va ayrim dazmollarda mana bu yerda tugmasi bo'ladi. Self clean degan yo bundan yoki mana bundan ishlatsalaring bo'ladi. Ya'ni buni nima qilinadi? O'sha to'kka suqilgan holatda suvni o'sha maksimal darajaga olib kelib turib self cleanga olib borib ushlab turiladi. Bunda o'sha suv ichida qaynab, nakiblarni yig'ib sizga tozalab beradi va o'sha tozalab bo'lgandan so'ng suvni albatta to'kib olishni tavsiya qilamiz. Va ushbu qoidalarga amal qilsangiz sizning dazmolingiz uzoq yil xizmat qilib beradi. Va ushbu qoidalarni biz Brown firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan dazmolda sinab ko'rdik va ayni damda smartfon jamoamizda ushbu dazmollarni sotuvda mavjud. Narxlari bo'lsa 550 ming so'm. Va ko'rishingiz mumkin, bizda ko'plab turli xil assortimentdagi dazmollarimiz bor. Artel, Shivaki, Mega, Emerald, hattoki dunyo brendlari bo'lgan Brown va Philips. Va ko'pchilik opa-singillarimiz yoqtirgan suvsiz ishlatsa ham bo'ladigan mana bunday Emerald, Mega Alonso ya'ni og'ir dazmollarimiz ham bor. Narxlari bo'lsa 300 ming so'm qilib belgilaganmiz. Va ushbu dazmollarimiz har biriga Smart Home jamoasi 1 yil aksiyali garantiya beriladi va video obzorimiz yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni tugmalarini bosishni unutmang, opa-singillarga jo'natib bering.